Do'stlar, men assalomu alaykum. Xudo xolasa boshlanma obyektimizdan bitirib oldik. Kotelimiz Neo bo'ldi, 26lik turbironli. Bu ham tomonimizda Aristonimiz, elektrический водонагреватель, Xayr 80 litrlik turbalarimiz yana bu ham tomonda chiqdi. Tengda kirmochi bo'ladi. Bu yerda посудомойка. Dishlomatr обязательный magnitni qo'yamiz. Hamma obyektimizda keyin italyanskiy reduktor manometrlari bilan xudo xolasa turbalarimiz hammasini izolyatsiyasi chexol giyib qo'yibmiz yana. Radiatorimiz Aqua Andromeda qimmat radiatorlardan qo'shiladi. Ugllar ham yana nerjavika bo'ladi buni. Ko'rinmaydi filmdan. Shundan buyon yana suvoq bo'ladi, ko'rinmaydi. Hamma yana bog'liq chexol giyib аккуратно etib cho'pka ishlab qo'yibdilar. Issom chexol giyib qo'yibmiz hozir. Teplopateri umuman bo'lmaydi xudo xolasa. Kanalizatsiyani taxlab qo'yibmiz bu yerda yana. Orqasi rakvina bo'ladi. Suv kanalizatsiyadan chiqdi, tuzak o'shabib. Azamat cho'dayni, kirigi. Yangi sensor mana ishlatamiz ekan hozir orada. Bu ham radiator qo'yib berdik. Endi ular radiator o'rnini almashib ketdi. Ishqilib eda unitazini doğramiz. Cho'chkani montaj etdik boshdan. Keyin bu yerda ushasiz albanlar uchun kanalizatsiyalar chiqib turibdi. Bu yerda rakvinamiz. Tak, yana chexol giyilgan ham izolyatsiya etilgan 100%. Xudo xolasa teplopateri umuman bo'lmaydi. Faqat menada bu ham bir radiator qo'ydik. Общий bundan 5 toshka radiatorimiz bor. Bu ham tomondan mena 15 lik. Issiq подача обратчалар izolyatsiya bor. Keyin ko'rinishda radiatorlarimiz. Xudo xolasa. Bu ham tomonda yana bir radiatorimiz. İşini sifatini ko'rib turibsiz xudo xolasa. Buni cho'tki ammeri. Santexnika ishlovida bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar, cho'tka deb chiroyli narxda chiroylatib taxlab beramiz. Video esa like bosib qo'yish addan chiqmasin. Obigo, aytib ber. Like, подписки. Like, подписка. Azana selam edik.